Ruskiy massivdan Novostroykadan kattagina tayyor podключ zo'r uy topib qo'yganmiz. 7 qavatli Novostroykaning 5-qavatida kattagina podключ xonadon 100% pishig'ishda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, tashqaridan kirish qismlari juda ham chiroyli remont qilingan va kengina, balandgina hol qismi va to'g'rida birinchi umumiy sanuzel joylashgan. Oyoqdagi devorlarga kafellar qilingan, yaxshi holatda. Hali hech kim kirib yashamagan. Bu yerda esa oshxona joylashgan, kattagina, o'zini balkoniga ham ega, do'q konturlari o'rnatilgan, uy isitish tizimi bilan ta'minlangan. Oyoqdagilari esa to'liq parket bol qilingan. Bu yerda esa studiya formatidagi mehmonxona juda ham yaxshi holatda, to'g'rida esa televizor uchun zonalarigacha qo'yishgan. Tabiiy yorug'likdan mutlaqo muammosi yo'q, ko'chaga qaragan romlari mavjud. Bu esa navbatdagi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Va keyingi xonasi, radiatorlar barcha xonalarga kirilgan, juda ham yaxshi holatda. Do'stlar, qisqacha tanishtirib o'tdik. 5-qavatda joylashgan, liftlari bor, ishlab turibdi. Pishgan g'ishda bo'lgan dom 100% podключ holatda va shu turishiga egalari $45,000 so'rashmoqda. Albatta, ozroq kam bor. Qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Biz sizlarga eng zo'rlarini eshitib davom etamiz.